Bir dona tuxum ham qo'shmasdan, hattoki qatiqsiz mana shunaqangi pishni bo'lib ishib chiqadigan, ichlari pishgan pirog qilishni o'rgataman. Buning uchun bizga mana shunaqa zardob kerak bo'ladi. Buni atiga 5000 so'mga oldim va non soda, yog', shakar bo'ladi. Hammasini qo'shamiz. Birinchi bo'lib zardobni qo'shib, keyin shakarni qo'shib, non sodani qo'shib, shakari eriguncha yaxshilab venchikda aralashtiramiz. Eriganda mana shunaqa ko'pik bo'lib hosil bo'ladi. Keyin yog'ni qo'shib olib, uni ham ozgina aralashtiramiz. Men jami bo'lib 3 stakan elangan un qo'shdim. Siz o'zingizni idishingizga qarab uningizni qo'shasiz. Holati mana shunaqa o'ta quyuq emas, suyuq emas bo'ladi. Keyin esa listni yog'laysiz, xohlasangiz qog'oz solasiz. Keyin mana shu narsani quyib chiqamiz. Pirogni ichiga hech narsa solmadim, chunki bolalarim yemaydi. Betiga kunjut sepdim. Kunjut bola uchun juda ham foydali, kalsiyga boy mahsulot. Pirogim pishib chiqdi. Vah qizlar, bunga necha baho berasizlar ishib chiqqaniga. Qani, sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Rahmat deyish umuman eslangdan chiqmasin. Sizlar uchun atayla videoga oldim. Videoga olish umuman oson bo'lmadi. Bu videoni yosh bolasi bor tanishlaringizga jo'natib qo'ying, foydali bo'lsin.